Assalomu alaykum hammaga yana bir bora. Qaranglar, navbatdagi zakazimizni asnovasini to'qib oldim. Ko'pchilik mendan so'raydi, munchali sumka to'qiganimda qattim chiqmaydi, o'zini formasini ushlab bermaydi deyishadi. Mana ko'targanda formasini ushlab beradi. Mana uncha-munchaga egilmaydi. Mana texnikasini bilgan holda to'qisanglar, mana munchali sumkamiz har qanaqasiga eksanglar ham o'zini formasini yaxshi ushlab beradi. Mana ko'rib turganingizdek, masalan, oddiy misol, mana agar formasini ushlamaydigan sumkalar munchali bo'lsa, mana bundoq ko'targanimizda уже bu qaylib bir-biriga mana ko'rinardi. Bitta qo'limda ushlaganimda mana munchoqli sumkamiz asnovasi o'zini formasini ushlab turibdi. Hech qanaqa qiyshayib ham ketayotgani yo'q. Mana qaranglar. Sumkamizni teg qismiga 5 ta dona qilib, bu yog'iga 9 ta qildim. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zini formasini ushlab bemalol ushlab beradi. Mana hech qanaqa qayrilib ketmaydi. Mana qo'yib yuborsam o'zini formasini bemalol ushlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, mana o'zini formasini chiroyli qilib ushlab bera oladi.